Bismillahirrahmanirrahim. Qadrli do'stlar, bugun istiqomat haqida to'xtalamiz. Istiqomat degan arab tilining lug'atida tuz ravros turish deganlik, ya'ni tuz turish deganlik. Endi islom atalg'usida bo'lsa, dinda ching turish, e'tiqodda va amalda mustahkam bo'lish deganlikni ifodalaydi. Istiqomatning aksi yo'ldan chiqib ketish. Ya'ni xuddi Relistin chiqib ketgan poyez halok bo'lgandek, dinning yo'lidan chiqib ketgan odamni o'zining halokatini hozirlaydi. Istiqomatni hosil qilish jafoliq ish, toat ibodatda izchillikni va gunoh ma'siyatni qechishda hushyorlikni talab qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Qur'onda fastaqim kama umirta, ya'ni payg'ambar buyurulganingdek to'g'ri yo'lda ravros bo'lgan degan oyatdan eg'ir oyat nozil bo'lgan emas degan. Shunga payg'ambar alayhisalom bu oyat to'g'riliq meni Hud surasi qeritibdi degan. Ya'ni mushu oyatning mas'uliyati mening bilimni egib qo'ydi deganlik. Chunki Alloh taolo buyurgandek to'g'ri yo'lda ravros bo'lish o'ng'ay ish emas. Bunda qilish payg'ambar alayhisalomga qiyin kelgan yerda bizlarga albatta qiyin. Lekin biz bu mas'uliyatning ig'irligini his qilmaymiz. G'aflatda hayot kechiryapmiz. Har qanday odam to'g'ri yo'lda istiqomatlik yurishni iroda qilib, Alloh taoladan yordam tilasa, Alloh albatta unga yordam qildi. Istiqomat asli iymonning kamolati. Istiqomat iymonning komilligiga dalolat qiladigan oliy martaba. Mu'min odam aqida, axloq, muomala, ibodat, gap so'z, tafakkur qatorliq ishlarning hammasida mustahkam bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom buni bayon qilib, bandaning qalbi mustahkam bo'lmaguncha uning iymoni mustahkam bo'lmaydi. Uning tili to'g'ri bo'lmaguncha qalbi mustahkam bo'lmaydi degan. Bir kuni Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi raziyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh, menga men sizlardan keyin hech kimdan so'rashga hojatim qolmaydigan bir kelma so'z o'rgatib qo'ygan bo'lsa-ekan" deganda, payg'ambar alayhisalom unga "Iymon etdim" degan, ondan to'g'ri yo'lda ravros bo'lgan deb ketgan. Ya'ni Alloh taolaga iymon etib, islom yo'liga kirgandan keyin shu yo'lda to'g'ri izchil mang'in deganlik. Istiqomat bilan o'tgan kishilarga xush xabar. Hayotini istiqomat bilan o'tkazgan odam jon uzadigan vaqtidami bu dunyodan xushallik bilan ayrildi. Chunki u chaqda rahmat farishtalari tushib, uningga jannat va uningdagi noz-ne'matlar haqida xush xabar berdi. İnnellezine qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu ve la tahzanu ve abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya ve fil ahireh ve lakum fiha ma tashtahi anfusukum ve lakum fiha ma tad'un. Şüphesizki Rabbimiz Allah'tır degan. Ondan shu imonida mustahkam turgan kishilarga va'da qilingan jannat bilan xushal bo'linglar. Biz dunyodami va oxiratdami sizlarning do'stinglarimiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglingiz tatgan narsalarning hammasi va tilagan narsalarning hammasi bor deydi. Endi istiqomatni hosil qilishning yo'llari qaysi? Endi qanday qilib hosil qilib bo'ladi? Buning istiqomatni hosil qilishning yo'llari ko'p. Endi muhimlaridan 4 ni bayon qilsak bo'ldi. Birinchi haqiqiy iymon etish va amal qilish. Yani iman etib qo'yish bilan bu martabaga yetkilib bo'lmaydi. Balki shu imonning taqozosi bo'yicha amal qilish talab qilinadi. O'z vaqtidagi arablar shahodat kalimasini demaymiz deb payg'ambar alayhisalom bilan urushgan. Hatto ular mushu kalimadan boshqa payg'ambar alayhisalom nima talab qilsa, shuni qilib beradiganligini bildirgan. Chunki bu kalima Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning haq elchisidir deb qo'yish bilan ve işini qo'yish bilan ado topmaydiganligini bular obdan biladi. Chunki u Alloh taolaning mutlaq hokimiyatini qabul qilish ve bütün hayot sohalarini uning taqozosiga udullashni talab qiladi. İkinci ilim, iman
ilimsiz tuluqlanmagandek istiqomat ilimsiz amalga oshmaydi. Chunki ilm barcha yaxshilikning beshi va dinimizning oldingi talabi. Alloh taolo Qur'on Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'qligini bilgin deb buyurgan. Ya'ni deb qo'ygun emas, ishinib qo'ygunlar emas, bilgin. Bilib ishongin va bilib amal qilgin demakchi. Üçüncüsü yaxshi amal. Din ve dunyoligimiz uchun foydali bo'lgan, dinimizning ko'rsatmasiga muvofiq bo'lgan har qanday ish yaxshi amalga kiradi. Alloh taolaning haqqini ado qilish uchun toat ibodatlarni qilish, halol rizq tepish yo'lida ishlash, bolalarni tarbiyalash, o'qitish qatorliq ishlarning hammasi yaxshi amaldan sanaladi. Amal solih asli Alloh taolaga ko'rsatkili bo'ladigan, Alloh taolaga ko'rsatishga loyiq qilingan amalni ko'rsatadi. Ya'ni amalni jiq qilish emas, soz va sifatli qilish talab qilinadi. To'rtinchisi taqvolik. Allohdan qo'rqish va mas'uliyat tuyg'usi bilan ish ko'rish taqvolikning o'zi. Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish ko'rishni taqvolik deymiz. Taqvolik hargizmi sirtqi qiyofatga qo'yilgan bir ism emas, balki o qalbning amali. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'ksiga ishorat qilib, taqvolik bu yerda deb 3 qatim takrorlagan. Ya'ni taqvolikning qalbda ekanligini. Taqvolik qalbda bo'ladi va uning asri amallarda, muomalada, gap so'zda, ibodatlarda bo'ladi. Endi istiqomatning mevasi nima? Istiqomatning mevasi nihoyat ko'p. Muhimlari xushallikdan bishorat elish. İnnellezine qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaiketu alla takhafu ve la tahzanu ve abshiru bil cenneti allati kuntum tu'adun. Yani şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır degan andın şu imanida mustahkam turgan kishilarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannatdan xushal bo'linglar deydi. Bu bishorat jon uzganda, oxiratda tirilganda ve hisob maydonida toplanganda o'xshashlar bo'ladi. Ya'ni 3 o'rinda mushu bishorat ularga farishtalar tarafidan beriladi. Mu'min odam, ya'ni eng qo'rqinchli shu anladimi? Bu go'zal bishorat bilan kayfiyatini yaxshi tuta oladi. Bu nimaning natijasi? Bu istiqomatning mevasi. Ikkinchisi rizqning keng va mo'l bo'lishi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Walau istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan." Agar ular to'g'ri yo'lda bo'lsaydi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib beratdik. Bu orqali rizqini keng qilatdik deydi. Ya'ni halok qilingan qavmlar to'g'risida deydi-da, ular shu to'g'ri yo'lda bo'lmaganlik uchun Allohning bandalariga zulm qilganligi, payg'ambarlarni o'ldirishni qasdiganligi uchun biz ularni halok qildik. Agar ular shu to'g'ri yo'lda tub-tuz bo'lgan bo'lsa, ularni rizqlandiratdik deydi. Ya'ni yomg'ir, mo'l yomg'ir shu rizqning alomati. Yomg'ir bo'lsa ochliq unidi. Açlık önüdü, ziraatlar buludu, meyve çivi buludu, hemmesi buludu hem de. Yağmur olmasa qahatçilik buludu, qurg'oqchilik buludu. Şuna şu yağmur arqılıq biz rızık birimiz degen. Üçüncüsü hem de huzur, halavet işidi yaşaş, hem istiqamet üstüdeki to'g'ri yo'lda mustahkam turgan adam hem de Allah'ın yo'lda mustahkam turgan adam huzur, halavet işidi yaşaydı. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhiyyennehu hayatan tayyibe ve leneziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Er bolsun, ayol bolsun, kimki mu'minlik halatida turib birer yaxshi amalni qildikan, biz uni albatta eng yaxshi hayotda yaşatamiz ve albatta ularni qilgan amallarni eng yaxshisi bo'yicha mukofotlaymiz. Eng yaxshi qilgan amali bo'yicha mukofotlaymiz bütün amallarni deydi hamda. Hamda istiqomatni hosil qilishning, istiqomatni davomlashtirishning eng kuchli yordamchisi ibodat. Yani ibodatni biz keng ma'noda tushunishimiz kerak. İbadet dinimizde iki türlük buldu. Biri muamelevi ibadet, yani biri simvollik ibadet. Simvollik ibadet dediğimiz namaz okuş, zakat veriş, roza tutuş, hac kılış, Kur'an okuş, zikir kılış ve dua kılış qatarlıq farz, vacip amellerge merkezleşidir.
Simvollik ibodatlar muomalaviy ibodatlarni ro'yobga chiqarish uchun vositalik rol o'ynaydi. Muomalaviy ibodat deganimiz durustlik va haqqoniylik deganlik bo'lib, muomala bilan axloqqa markazlashadi. Ya'ni Qur'on Karimning va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqi bilan axloqlanib, Alloh taologa va maxluqotga durust va samimiy bo'lish deganlik. Simvollik ibodat bizni namoz o'qishni, ya'ni bizdan namoz o'qishni, ro'za tutishni, zakat berish qatorliq farz amallarni talab qildi. Muomalaviy ibodat bo'lsa, bizdan rost gap qilishni, va'daga vafo qilishni, har ishda durust va to'g'ri bo'lishni talab qildi. Dinning g'oyasi muomalaviy ibodatda ko'rinadi. Ya'ni muomalaviy ibodat dinimizning g'oyasi va ibodat qilishning g'oyasi shu. Ya'ni islom dinimizning g'oyasi muomalaviy ibodatlarda aks etgan. Buni bundoq tushuntirishga bo'ladi. Habashiston, ya'ni hozirgi Etiopiya podshohi Najoshi o'z vaqtida Makkada mushriklarning zulm va javrlaridan yiroqroq turib dinini yashash uchun shu yerga hijrat qilib borgan musulmonlardan sizlar dininglarni menga bir tushuntiringlar deb so'raydi-da u podshoh. Qanday din islom dinini? Diningni menga tushuntiringlar, men bilay deydi. Shu vaqtda Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu o'tirg'i chiqib, uningga deydi: "Ey podshoh, biz butlarga cho'qinadigan, zina fohishi qiladigan, urug' tuqqanchilikqa rioya qilmaydigan, hör kishilarni qul qiladigan, haromni yeydigan, kuchliklarimiz, ojizlarimizni bo'zaq qiladigan qaloq bir qavm edik. Allah bizga biz nasibini, rostchiligini, iffetini ve eminligini yaxshi biladigan bir kishini payg'ambar qilib avatdi. U payg'ambar bizni butlarga cho'qinishdan yuz o'rib, Allohga ibodat qilishga, rost so'zlashga, omonatga ishonchli bo'lishga, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishga, haromdan yiroq turishga, kishilarga yaxshi muomala qilishga buyurdi. Bizni zina fohishidan, yolg'on guvohlik berishdan, yetimlarning mol mulkini yeyilishdan, iffetlik ayollarga qarchaplashdan va barliq yomonliklardan man'i qildi dedi. Demak, din mushu meni. Mushu bizning dinimiz. Dinni nayt mukammal va ixcham shaklda Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Najoshiga ajna tushundirgan. Hozirmi shu din shu. Muomala ibodat g'oya asli, u g'oya. Shu muomala ibodatni qo'lga keltirish muhim. U jannatga kirishning vositasi. Simvollik ibodat bo'lsa vosita, faqat vosita. Muomala ibodatni qo'lga keltirish uchun o'ynaydigan bu vosita. Buning ma'nosi simvollik ibodatlar muomalaviy ibodatlar uchun xizmat qildi deganlik. Buning misollari bakchiq. Masalan, namoz yomon ishlardan to'sidi. Yomon ishlardan to'silish degan muomalaviy ibodat. Yomon ishlardan to'silish muomalaviy ibodat. Namoz o'qish simvollik ibodat. Bu namoz o'qish orqali, ya'ni simvollik ibodatni qilish orqali muomalaviy ibodatni qo'lga keltirmoqchi. Inna salata tanha anil fahsha'i val munkar deydi Alloh taolo. Namoz qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi deydi. Ya'ni namoz shuni to'sash roli bor. Ro'za to'g'risida ro'za taqvolikka erishtirdi. Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon etganlar, taqvolikka erishishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham ro'za farz qilindi degan. Ana uchinchi zakat gunohdan poklaydi. Ya'ni biz zakat beramiz, bu simvollik ibodatni qilamiz ya. Shu simvollik ibodat muomalaviy ibodat uchun xizmat qildi. Ya'ni gunohdan poklaydi, bizni mardlikka o'rgatadi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Ey payg'ambar, sen ularning pul mollarining bir qismini zakat hisobida olgin. Uning bilan ular gunohlardan poklansin ve yaxshiliklarni ko'paysin. Ya'ni yaxshiliklar ko'paysin shuni bilan. Masalan, endi Qur'on o'qish simvollik ibodat. Savob bo'ldi Qur'on o'qisak, simvollik ibodat. Ayni vaqtda bu iymonni kuchaytirdi. Ya'ni bu muomalaviy ibodatga vasila bo'ldi, shunga yordam qildi.
İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâna. Allah yad etilse dillerinde korkunç payda bulduğun, Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydüğün, her işte Rabbige tayinidığın kişilerle hakiki müminlerdir. Endi simvollik ibadetler, muamelevi ibadetlerdeki noksanlarını tolduralmaydı. Yani muamelevi ibadette sen 0 derecede durup, yoki nachar durup, simvollik ibadetini köp kılsan onun paydası olmaydı deganlik. Yani sen kişinin hakkını yap durup, Allah'ın bedlerine zulüm kılıp durup, Allah'ın bedlerine yamanlık kılıp durup, neçe min qitim hac qilsang, kecha kunduz Qur'on o'qisang, kecha kunduz namoz o'qisang, buning sening ash gunohlarini bu yuyolmaydi deganlik. Buning misollari bak chiqandi. Muomala ibodat muomalaning durust bo'lishini shart qildi. Peygamber Aleyhisselam bu haqiqatni tushundirish uchun sahobalardan kimning quruq qo'l qolg'uchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda, quruq qo'l qolg'uchi ya'ni vayron bo'lgan odam degan qandoq odam? Vayron bo'lgan odam qandoq odam? Shuni menga deb beralamsizlar degandan sahobalar hech qanday mol mulki bo'lmagan kishini biz vayron bo'lgan odam, ya'ni quruq qo'l qolgan odam deymiz deydi. Bu vaqtda Peygamber Aleyhisselam qiyomat kuni birov namoz, zakat, roza bilen kilidi. Ama o birini tıllıgan, biriga töhmet çaplagan, birinin pul melini yavalgan, birinin qenini tökken, birini urgan, biriga töhmet kılgan, biriga yamanlık kılgan. Bu sebepten onun yaxşı amelleri şularga elip berilidi. Onun yaxşı ameli tügüse, ularning günahları onun artıldı. Ondan o duzaqqa taşındı. Mana bu mening ummetimning quruq qo'l qolg'uchisidir degan. Bu sahih hadis. Bu hadiste iman bilen ibadet bilen muamele o'tirisidagi farq ochiq ko'rsatilgan. Hadiste ko'rib o'tganimizdek namaz ibadet, yani simvolik ibadet, zakat mı ibadet, ro'za mı ibadet. Ama birini tillash muamele, biriga töhmet qilish muamele, birinin pulmeni yevilish muamele, birinin qanni to'kish muamele. Bu hadisten muamelening nacharligi sababli ibadetning öz kuchini yo'qotadiganligini ve paydası bo'lmaydiganligini ko'rib olib bo'ldi yani. Yani Allah'ın bendilerine yamanlık qilib turib, zulm qilib turib, haqsizlik qilib turib, yo'lsizlik qilib turib, töhmet qilib turib, nurg'un ibadetlarni qilgan bilan bu ibadetler o adamni do'zaxdan qutuldurolmaydi deganlik. Endi muomalaviy ibadet o'rindalmasa, simvollik ibadetning foydasi olmaydi. Buna xatarlik gap bu. Bu qanday gap endi? Masalan, muomalaviy ibadetlarni o'rindamagan kishi qilgan simvollik ibadetlerinin bu dünyada meyvesini ko'rolmaydi. Bu dünyada meyvesini ko'rolmaydi. Oxiratda mukofotini ololmaydi. Bu ibadetlerden qilchilik manfaat ololmaydi. Bunun nurg'un delilleri var. Masalan, biri namozni deyli. Savban radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan: "Men mening ummetimden bo'lgan bir kishilarni bilaman. Ular qiyomat kuni Tihama tog'larida katta ve ko'p yaxshi amallar bilan keldi." Tihama degan o'sha Saudiya Arabistonidagi bir shahar hamda ashning Tihama tog'larida yo'g'on endi tog'lar bor ekan. Şu Tihama tog'larida shunda jiq amal bilan keldi deydi. Ammo Allah ularning amallarının hammasini bekor qilib o'tib, uchib yurgan tuzandaklar qilib o'tadi. Binas partlasa shunda alır, uchib ketgandaklar yo'q ulab ketadi. Bunda ko'rinib turgan ko'p narsa bir anning ichida tuzibli ketib, yo'q ulab ketadi. Sahobalardan biri: "Ya Rasululloh, ularni bizga sifatlab bergaylar. Biz ulardek bulup kalmasligimiz uchun buni bilib olayli" dedi. Peygamber Aleyhisselam şu çağda ularga mundaq deydi: "Ular sizlarning dindoshlarыңlar, o üzünglardan, yani üzünglarning arasından ular. Bular mı keçilerde sizler namaz o'qiganda namaz o'qiydi, lekin yalğız qalganda Allah haram qilgan ishlarni qiladi. Yani Allah cheklagan ishlarni qildi" dedi. Endi Allah haram qilgan ishlar desa, bizning aqlimizga zina qilish, haram yeyish, jazoni qilish, ota-onani qaqshitish deganga o'xshash halqa şu çoğun günahlarla kilitde
Uğuna emas. Allah haram qilgan ish cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, Allah chekilgan ishning hammasini ko'rsatdi. Masalan, yolg'on so'zlash, va'daga vafo qilmaslik, kishilarga aziyat berish, qo'shnilarga aziyat berish, bolalarni yaxshi tarbiyalamaslik, jo'risiga, bolalarga qo'pollik qilish deganga o'xshash kishilarning nazarida kichik sanalgan bilan Alloh taolaning nazarida cho'ng sanalgan gunoh ishlarning hammasi ash harom ishlarning ichiga kirdi. Ya'ni harom degandan zina qilish, aroq ichishgina emas, yolg'on aytishmi harom, oilasiga qo'pollik qilishmi harom, oilaning mas'uliyatini ado qilmaslikmi harom, va'daga vafo qilmaslikmi harom, yolg'on so'zlashmi harom, qo'shnilarga aziyat berishmi harom, yo'l manganda kishilarga aziyat berishmi harom, hammasi harom. Mushunda ishlarni qildi, shuning bilan ularning ibodati bekor bo'lib ketdi demoqchi. Endi ro'za haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhisalom bunday degan: kimki yolg'on gapni va yolg'on bilan ish qilishni tashlamaydi ekan, ya'ni yolg'on bilan ish qilish degan qanday saxtalik qilish, yolg'on molni jingmol deb setish, yoki o'zining bahosidan qimmat qilib setish deganga o'xshash shu yolg'onni aralashtirib ish qilish yoki tuhmat qilish, ish qilib yolg'onni aralashtirib ish qilish. Bunda odam onun özünü aç ve ussuz koyup tutkan rozusuna Allah Teala'nın haceti yok deydi. Yani tutkan rozusunun faydası yok deydi. Rozu tutup durup şu yalgan etken ve yalgan bile iş kılgan adamlarını aldıgan, saxtılık kılgan adamdan ki tutkan rozusunun faydası yok diyen gap. Yani Allah onun rozusunu kabul kılmaydı. Bu hadis gayvet, yalgan gap, aziyet, qatarlı günahlarını sadır kılış arkalık özünün tutkan rozusunu bozup etken kişi doğruluğu kelgen. Günahdan saqlanish muomalaviy ibodat. Ya'ni shu günahdan saqlanish muomalaviy ibodat. Roza tutish bo'lsa simvollik ibodat. Muomalaviy ibodat o'rindalmaganlik uchun ma simvollik ibodatning savobi bekor bo'lib ketgan. Ya'ni muomalaviy ibodat tilni tutish, siratul mustaqimda to'g'ri menish ma muomalaviy ibodat. Ama roza tutish, namoz o'qish degan simvollik ibodat. Ama muomalaviy ibodatni qo'ldan berganlik uchun ma simvollik ibodatning foydasi bo'lmaydi degan gap. Endi zakat to'g'risida masalan Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbala minkum innakum kuntum qavman fasiqin." Payg'ambar munofiqlarga aytganki, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, o sizlerden herkes kabul kılmaydı. Çünkü sizler Allah'ın itaatinden çıkan kavimsizler deydi. Yani zakat bir simvollik ibadet. Allah Teala'ya itaat kılış muamelevi ibadet. Simvollik ibadet urundalgan bilen muamelevi ibadet urundalmaganlık için bu simvollik ibadetinin faydası olmadı degan gap. Yani zakat bersin ulu bersin bermesin faydası yok degan gap endi. Endi hajga kelsak masalan, Payg'ambar alayhisalom bunday degan: "Birov harom pulga haj qilish uchun yo'lga chiqib, labbayk Allohumma labbayk, ya'ni hozir bo'ldim, ey Alloh hozir bo'ldim deganda osmondan bir chaqirg'uchi nido qilib, hozir bo'lmading, baxtlik bo'lmading, qilgan hajjing qabul emas" deydi. Chunki haj simvollik ibodat. Haloldan pul tepish muomalaviy ibodat. Şuna muamelevi ibadet orundalmaganlık için simvollik ibadetinin faydası olmadı. Çünkü şu simvollik ibadet muamelevi ibadet için hizmet kılattı. Bu simvollik ibadetini kılıverken bilen bu muamelevi ibadetke kılca faydası olmagandıkken, yani o muamelevi ibadetke bunun tesiri olmaganlık için simvollik ibadetinin faydası olmadı degan gap. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan yani. Birov üstü beşi çang tuzan kaplagan, çaşları çuğulgan kıyafette iki kolunu asmanga götürüp "Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Perverdigarım" deb dua qildi. Yani mushundaq holatda, mushunda bichora holatda dua qilgan odamning duosi albatta qabul bo'lishga tegishli ekan. Bichora, o'zini aytib bichorlik bilan o'zining xorligini izhor qilib, Allohning ulug'ligini e'tirof qilib, ajda qo'l ko'tarib duo qilgandagi nayte bek bichar halatda tug'an bir odam hamda. Ammo uning yegan ishganlari haromdan, kiyganlari haromdan bo'lganligi uchun u haromdan uzuqlangan tursa
qandaq bu onun duası icabet buldu deydi Peygamber Aleyhisselam. Çünkü hem de haramdan yirak turuş, halaldan yiyiş, halaldan içiş ve halaldan kiyiniş muamelevi ibadet. Dua kılış bolsa simvollik ibadet. Bu hadiste muamelevi ibadet bolgan haramdan yirak turuş urundalmaganlık üçün simvollik ibadet bolgan dua icabet kılınmagan. Yani duanın faydası olmagan degan gap. Yani takvalık bilen güzel ahlak cennetke kirishning kapaleti. Yani bak muhim gapda takvalık. Takvalık degan nima? Takvalık degan Allah Taaladan qo'rqib özünün Allah Taalaga qarta ve Allah Taala'nın mahlukatlarına qarta, yani ailesiga qarta, vataniga qarta, diniga qarta, xalqiga qarta, bütün mahlukatlarga qarta özünün mas'uliyetini, mecburiyetini tunugan, şunu his qilgan adam taqvo adam. His qilgan ve şunu ado qilgan adam taqvo adam. Aşı takvalık, güzel ahlak degan nima? Güzel ahlak, İslami güzel ahlaklanıp, İslam ko'rsatmasi bo'yicha Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ahlakı bo'yicha muomala qilish deganlik. Mushu takvalık bilan güzel ahlak ikkisi cennetga kirishning kapolati. Peygamber Aleyhisselam bu haqda insonlarni cennetga kirgizadigan ishlarning eng ko'pi takvalık bilan güzel ahlakdir deb ko'rsatgan. O güzel ahlaka teşebbüs kılıp, men ahlakı güzel bolganlarning cennetteki en yukarı mertebeli kasirge kirişige kapaletlik kılalayman degan yani. Yani ahlaklı kişilerinin cennetke kirişige men kapalet kılayman degan. Bunu küçük gap emas. Kapalet kılış degan, kapaletlik kılış degan oңay iş emas. Lekin Rasulullah ahlakı güzel bolgan kişilerge cennetke kirdiganlıkka shularni kapalet bergan. Peygamber Aleyhisselam yana kıyamet günü mümin kişinin mizanında güzel ahlaktan eğer keladigan hech qanday amal yo'q dedi. Güzel ahlak hammadan eğer keldi. Şu anda Allah Taala hammamizni güzel ahlak ve takvalık dairesinde istiqomat ustida turishga muvaffaq qilsin. Allah Taala hammamizning tutgan ro'zasini qabul qilsin. Emel ibadetlerimizi kabul kılsın, dualarımızı icabet kılsın. Aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.